Ishlatib tugatgan va aniq qayta oladigan kosmetikalarim. Beauty blogeri haqiqiy tavsiyasi mana shunaqa bo'lishi kerak. Bu mahsulotimiz orasidagi birinchi Lyubimtek aksessuar serumi. Tavsiya haqiqatan ham mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak va 4 oyida где-то bu 5-chisi. Bu ro'yxatni davom etadigan yana o'sha aksessuar brendidan mana Lyubimteklarim. Qanchalik sevishimni bildinglar. Bularning orasidan hali bir nechtasini tashlab yuborgandim. Bunisi tugagan. Ikkinchisi tugash arafasida, uchinchisi esa zapas. Endi esa umuvashkalarga o'tadigan bo'lsak, bu bizda mana shu ikkita zo'r oilaviy ishlatadigan umuvashkalarimiz. Tavsiya qilayotganimda haqiqatan ham ishlatadiganimni tavsiya qilaman. Bunda bizda zapasi bor. Mini versiyasini to'g'ri tugatdik va buni ham уже ozgincha mana bu joyda qolgan. Kстати, ikkalasi ham bir-biriga o'xshaydi. Kстати, quruq yuzli Roundlar brendidan shunaqa mini versiyasini ishlatgan edim. Bu ham уже tugadi va quruq yuzli qizlar как раз-таки hozirgi mavsumga eng zo'r yechimlardan biri. Meni yuzimga yordam bergan Likatadan vitamin C enzim pudrasi hech narsa qolmaganini bilyapsizlar va buni natijasi bittada bilinadi va yuzni quritib yubormaydi. Haftada 2 marta ishlatsanglar, qora tochkalarga xayr deysizlar. Qani keyingisi beauty blogeri haqiqiy tavsiyasi mana shunaqa bo'lishi kerak. 345 Dr. Alteyadan yuzim juda ham qurib ketayotgan vaqtida anchagina yordam berdi. Yog'li yuzlarga teksturasi sal plotniroq bo'lishi mumkin, lekin quruq yuzlilar обязательно когда-нибудь shu kremni surtib ishlatib ko'ringlar. Ta'sirchan yuzlarga, ugridan qolgan qizarishlarga, imni teridagi qizarishlar bilan kurashadigan Anuani mana shu sivratkasi yana qayta обязательно olaman. Lux vizajda mana shu fiksator qoshinglarni aniq toshdek qotirib qo'yadi. Oqarib qolmasligini xohlasanglar, tonal asosdan oldin ishlatinglar. Ana taniganlar biladi, Art vizajda mana shu konsilerni juda ham sevaman. Tagida ozgincha qolgan ko'rsatmoqchi bo'ldim. Meni quruq yuzimga eng zo'r yordam berdi. Buni yana bir bor olaman. Boshqa konsilerlarim tugatib bo'lganimdan keyin. Mishani tagida ham ozgincha qolgan, lekin bemalol tavsiya qila olaman. Universalniy BB krem hamma yuzga to'g'ri keladi. Yog'li yuzli qizlar просто ozgincha pudra ishlatishingiz kerak bo'ladi. Men ko'rsatgan barcha kosmetikamni men обязательно yana qayta olaman va bu rubrika sizlarga yoqqan bo'lsa, yana где-то 2-3 oy kutamiz.